Kim Ruf portretini bor yo'g'i $600 sotib olishga tayyor? Uning muallifi 1954-2001 yillarda yashab o'tgan amerikalik Daniel McDonald. $600. Men $600 ni eshitdim. Ruf portreti uchun $600. Bir, $600 ikki, oxirgi imkoniyat. Orqada turgan yigitga $600 ga sotildi. Iltimos jim bo'linglar. Sizni ismingiz nima edi? Luke Collins. Ruf portretini xarid qilganingizni rasmiylashtirdingizmi? Ha, yaxshi janob Collins. Unda sizga janob Livingstonning vasiyatnomasidagi bir shartni o'qib eshittirishim kerak. Ruf portreti meni kolleksiyadagi eng qimmatbaho surat emas. Ammo u men uchun barchasidan qimmatliroq edi, chunki menga o'zim jonimdan ortiq sevgan Rufni eslatib turardi. Shunday ekan, shartim oddiygina, bu portretni sotib olgan odam qo'shimchasiga butun boshli kolleksiyani ham hadya sifatida oladi. Kim oshni savdosini yakunlaydi. Millionlab dollarda. U uchun qancha so'raysiz?